Bugungi mavzuyimiz ilk yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvi hisoblanadi. Bugun ilk yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari, ilk yoshdagi farqlovchi xususiyatlar hamda moslashuv va adaptatsiya ta'riflari haqida gaplashib o'tamiz. İlk yoshdagi bolalarda psixologik rivojlanishning asosiy xususiyatlari 3 turga bo'linadi. Birinchisi kognitiv rivojlanish, ikkinchisi emotsional rivojlanish hamda sotsial ko'nikmalarga bo'linadi. Kognitiv rivojlanishda ilk yoshdagi bolalarda aqliy jarayonlar rivojlanadi. Ularda muhim ma'lumotlarni qabul qilish va tahlil qilish muammolarini hal qilish qobiliyatlari shakllantiriladi. Emotsional rivojlanishda esa bolalarda emotsiyalarni anglash, boshqarish, ifoda etish qobiliyatlari rivojlanadi. Bu esa ijtimoiy muhitga moslashuvni muhim ahamiyat kasb etadi. Sotsial ko'nikmalarni rivojlantirishda bolalarda ijtimoiy aloqa, bo'lishish, hamkorlik qilishlarni o'rganishadi. Bu ularning ijtimoiy muhitga o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Emotsional va kognitiv jarayonlarning ijtimoiy moslashuvdagi roli emotsional rivojlanishda emotsional jarayonlarning bolalar o'z-o'zini anglashi, boshqarishi, ijtimoiy aloqalarda muhim rol o'ynaydi. Bu bolalarning ijtimoiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Ikkinchisi kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda bunda muammolarni hal qilish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek ijtimoiy muhitga moslashishni ta'minlaydi. Uchinchisi emotsiyalar va fikrlar o'rtasidagi bog'liqlik. Emotsional va kognitiv jarayonlar birgalikda bolalarning ijtimoiy muhitida o'zlarini erkin ifoda etishlari va muammolarni hal qilishlariga yordam beradi. Bolalarning shaxsiyati va psixologik xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlik shaxsiy xususiyatlar, emotsional holatlar hamda rivojlanish jarayonlariga bo'linadi. Shaxsiy xususiyatlarda biz bolalarning shaxsiyati, ularning ijtimoiy moslashuvdagi muhim rolni o'ynaydi. O'ziga xos psixologik xususiyatlari ularning moslashuvini ta'minlaydi. Emotsional holatlarda emotsional barqarorlik, o'z-o'zini nazorat qilish, bolalarning ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli muomala qilishiga ta'sir qiladi. Bu ayniqsa yosh bolalarda muhim hisoblanadi. Rivojlanish jarayoni shaxsiy va psixologik xususiyatdagi yoshlar oilaviy muhit va kontekstga qarab shakllanadi. İlk yoshdagi bolalar ijtimoiy xususiyatlarining rivojlanishi kognitiv, emotsional xususiyatlar hamda ijtimoiy ko'nikmalarga bo'linadi. İlk yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda ularning fikrlashi, muomala qilishi, atrofdagilarni anglash qobiliyatlari rivojlanadi. Emotsional xususiyatlarda bolalarda emotsional xususiyatlar, masalan, xavotir, qo'rquv, ijtimoiy aloqalarda muhim rol o'ynaydi va ularni moslashuvchanligini ta'minlaydi. Ijtimoiy ko'nikmalar bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar, shu jumladan hamkorlik qilish va murosaga kelishni yoshdan boshlab rivojlanishda, bu esa ijtimoiy muhitga moslashuvning asosiy vositasi hisoblanadi. Yosh bolalardagi ijtimoiy xulq-atvorning o'ziga xosligi, kichik ijtimoiy xulq-atvorlar, bular yosh bolalardagi ijtimoiy xulq-atvorlar odatda ularning yoshiga, muhitiga, psixologik rivojlanishiga qarab shakllanadi. İjtimoiy aloqa va o'zaro ta'sirda yosh bolalar o'rtasida o'zaro muloqot orqali qoidalarni o'rganadi. Bu jarayonda ular hamdardlik, hamkorlik va murosa kabi tushunchalarni o'rganib borishadi. İjtimoiy moslashuv jarayonida yosh bolalarda yuzaga keladigan muammolar va yechimlar, qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar, yosh bolalarda ijtimoiy moslashuv jarayonida muammolar odatda kommunikatsiya qiyinchiliklari, yangi muhitga moslasha olmaslik qiyinchiliklari ko'p kuzatiladi. Muammolarni hal qilishda bolalarning o'ziga xos rivojlanishiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi ota-onalar va muhitning ta'siri, oilada muhitning yetarlicha qo'llab-quvvatlanmasligi yoki noto'g'ri yo'nalishda bolalarni shakllantirish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Yechimlar va tavsiyalarda muammolarni bartaraf etish uchun bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Psixologik qo'llab-quvvatlash va madaniy muhit qo'llab-quvvatlash talab qilinadi. İlk yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari moslashuv jarayoniga ta'siri uchta ta'sirga bo'linadi. Birinchi ta'sir biologik xususiyatlar, ikkinchisi emotsional rivojlanishi hamda kognitiv salohiyatga ta'sir ko'rsatadi. İlk yoshdagi bolalarda biologik xususiyatlar, masalan, nerv tizimi, miya rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvdagi rol o'ynashlari kabi o'ziga xos imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan mavzuyimizni xulosalovchi qismiga yetib keldik. Bolalarda psixologik rivojlanish asoslari ilk yoshdagi bolalarda kognitiv, emotsional, ijtimoiy ko'nikmalar muhim rivojlanadi. Bular muhitga moslashuvda asosiy rolni o'ynaydi. Madaniy va ijtimoiy muhitning roli katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bunda madaniy va ijtimoiy muhitda bolalarning odatlari, qadriyatlari, muomala usullari shakllantiriladi. Ularga muhitga moslashuvni muhim rol o'ynaydi. Muammolarni hal qilish uchun strategiyalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Muammolarni aniqlash, psixologik, madaniy qo'llab-quvvatlash yordamida yosh bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantiramiz hamda samarali natijalarga ega bo'lamiz. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.